Umid aka, o'zi bu dolzarb mavzu. Dolzarbligi qanaqa? Butun yer yuzida hozir 8 milliarddan ortiq inson bo'lsa, deyarli hammasini qalbidan o'tadigan mavzularda. Bizdagi omad deyiladigan narsa bu o'zi fors tilidan kirib kelgan. Lug'aviy ma'nosini bir qarab chiqsam, omad bu tasodifan, harakatsiz, siz sababini qilmasdan kelib qolgan mukofot, yaxshiliklar degan ma'nolarni bildirar ekan. Endi bugun bizni podkastda kuzatayotganlar ehtimol biz aytgan narsalardan keyin bizga qarshilik qilish ehtimoli katta. Qilsin, lekin o'shani o'yini, virusini olib kirishimiz kerak. Shunday. Mendan so'rasangiz, omad yo'q. Buni dalili bormi desangiz, dunyoda yaxshiliklar bor, yomonliklar bor. Omad degan tushunchani o'zi ilmiy nuqtai nazardan mavjud emas. Masalan, diniy tarafdan olsangiz, masalan dinimizda omad degan tushuncha umuman kelmaydi. Birorta kitoblarimizda yo'q. Ya'ni ildizi omad yo'q narsa. Yaxshilik bor, yomonlik bor. Endi shu yaxshilik ham siz uchun xayrlimi yo'qmi, uni siz bilmaysiz. Yoki yomonlik siz uchun xayrlimi yo'qmi, uni ham siz bilmaysiz. Omad deb insonlar tayanib, omadim kelib qoldi deydigan narsalarni asl ildizida taqdir, qadar degan narsa bo'ladi. Biz o'sha taqdirimizda bor narsani yashab o'tamiz. Lekin bizga buyurilgan narsa shuki, taqdirimizdagi narsaga intilib, harakat qilib, sababini qilishga buyurilganmiz va o'sha taqdirimizning kaliti sabablarga bog'langan. Ya'ni kaliti sabab. Masalan, bir inson chanqab turibdi, taxminan bir 500 metr nariroqda suv bor. Hali odam chanqog'ini bosish uchun chiqib, borib, yurib o'sha quduqdanmi, buloqdanmi suvni olib ichsa, chanqog'i bosiladi. Ya'ni bu taqdiri. Lekin ichmasdan yotaversa, men omadim kelib qolsa, kimdir suv tashab ketadi menga desa, katta ehtimol bilan chanqoqlikda o'ladi bu odam. Shuning uchun ustozlarimiz, ulamolarimizni umumiy holatdagi, kitoblardagi ilmlarning umumiy xulosasi shuki, dunyoda omad yo'q. Agar kimdir meni omadim deb bir narsani aytadigan bo'lsa, u narsa unga foyda zarar ekanligini, masalan, hatto shu omadi unga zarar keltirganligini isbotlaydigan minglab faktorlar bor. Masalan-da, bir insonni boy xonadonda tug'ilib qolishi omadimi? Yo'q, bilmaysiz. U omadimi, omad emasmi? Ya'ni shartli ravishda omad deb turadigan bo'lsak, unga u yaxshimi, yaxshi emasmi bilmaysiz. Masalan, mana so'nggi paytda kuzatyapmiz, o'sha juda ko'p kerak bo'lsa taniqli insonlarning farzandlarini, voyaga yetmagan farzandlar boy xonadonda tug'ilgan, garajida 10 ta 15 ta mashinasi bor, olib chiqib odam urib o'ldiryapti. Demak, bu omadimi? Yo'q, omad emas. Demak, haligi unga boy xonadonda tug'ilganligi yaxshilik olib kelmasligi ham mumkin ekan. Masalan, yoki bir odam kambag'al oilada tug'ildi, yetim bo'lib katta bo'ldi. Xo'p, bu omadsizligimi? Yo'q. Siz bilmaysiz omadsizligimi, yo'qmi? Unaqa deydigan bo'lsak, payg'ambarlarning aksariyati yetim bo'lgan. Masalan-da, aksariyat ulamolar o'ta kambag'al oiladan chiqqan. Aksariyat ulamolar o'ta kambag'al, yeydigan noni yo'q bo'lgan miskin holatda chiqqan. Masalan